Mo'ynoq rayonida o'tkaziluvchi dasturga aylangan Rally Mo'ynoq ekstremal avtomobil jarlislari usi yilda 21-24 may kunlari bo'lib o'tadi. Bugun birinchi kun. Yaxshi, hozirgi sharoit imkoniyatlar cheksiz. Avvalama davlatimiz prezidentiga katta rahmat aytamiz. Imkoniyatlari har taraflama cheksiz. Barkotdilar. Hozir ham imkoniyat keng bizlarda. Tayyorlanib, har kim qiziqib, hobbisi bo'lgan odam kelib bemalol qatnashishi mumkin. Rally Mo'ynoq 2026 yilgi bu jarysga O'zbekistonning turli aymaq hamoliyatlaridan sportchilar ham havaskor sportchilar kelib qatnashmoqda. Sonda ayriqcha atab o'tib kerak, jars oldidan tesli qanigilar ham turishlar tarafidan yo'l harakati xavfsizligi ham jars qoidalari qat'iy eskartildi. Albatta ushbu musobaqalarning birinchi sababchisi hurmatli prezidentimiz bo'ladilar. Sababi 2019-yilda prezidentimiz farmonlari bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi aynan Mo'ynoq tumanida turizmni rivojlantirish, shu hududga ko'proq aholini jalb qilish maqsadida avtoralli Mo'ynoq musobaqasini tashkil etish bo'yicha topshiriq berilgan. 2019-yildan boshlab shu musobaqa har yili may oyining 3-10 kunligida o'tkazib kelinadi. Sportchilarimiz, ishtirokchilarimiz soni yildan yilga ko'payib bormoqda. Bu musobaqalarni tashkil etishdan birinchi ko'zlangan maqsad turizmni rivojlantirish hamda aholi orasida shu sport turlarini keng targ'ib qilishdan iboratdir. Sovrindorlar uchun ajratilgan 325 million so'm pul mablag'lari bor. Albatta 2 kunlik mashaqqatli musobaqalardan keyin g'oliblar aniqlanib, yakshanba kuni shu joyda, shu Kemalar qabristoni hududida g'oliblar o'z sovrinlariga ega bo'lishadi. Viloyatdan tashrif buyurganmiz o'z komandamiz bilan. 6 yildan beri mana shu Mo'ynoq rallini qatnashchisi bo'lib hisoblanaman. 3 karra Mo'ynoq ralli chempion bo'lganman. Biz bu yerga shu Buxoro viloyat jamoasi bilan tashrif buyurdik. Hamma professional sportchilar shu yerda. Asosiy maqsad shu bolalar biron narsa bilan chalg'ishi, sport bilan shug'ullanishi, nima desam bo'ladi, o'ziga salbiy odatlarga emas, ijobiy narsalar bilan shug'ullanish uchun sport turi ham yaxshidir. Bunday ekstremal jaryslar ham shoularning ayni Mo'ynoq rayonida o'tkaziluvchining basli maqsadi aral apatchiligi sababli bu yerda tek qana mashg'alali aymaq sifatida ko'rsatib qo'ymasdan, bu yerning turizm potensialini orttiruv bo'lib tabuladi.